Yurtimizda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirlariga tayyorgarlik ishlari qizg'in olib borilmoqda. Mazkur muhim jarayonni samarali o'tkazish, uning mazmun mohiyatini to'g'ri tushuntirish maqsadida mas'ul idoralar tomonidan qator tashkiliy tadbirlar tashkillashtirilmoqda. Ana shulardan biri Milliy statistika qo'mitasi tashabbusi bilan o'tkazildi. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish jarayonlariga bag'ishlangan seminarda barcha vazirlik va idoralarning yoshlar masalalari bo'yicha maslahatchilari ishtirok etdi. Vazirlik idoralarida yoshlar siyosati Tadbir davomida ularga aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish doirasida savolnomalar to'ldirish tartibi va metodikasi bo'yicha batafsil tushuntirishlar berildi. Shuningdek, maslahatchilar tomonidan o'z tizimidagi xodimlarga ushbu jarayonni to'g'ri yetkazish va tushuntirish mexanizmlari muhokama qilindi. Bugungi o'quv seminarlarimizdan maqsad ma'lumki vazirlik va idoralarda umuman yoshlar umuman olganda aholimizning katta qismi faoliyat yuritadi. Prezident farmoniga ko'ra barcha vazirlik va idoralar, davlat organlari sensus.stat.uz portali orqali o'zlari onlayn va o'zlarini va oila a'zolarini onlayn ro'yxatdan o'tkazishadi. Mazkur jarayonda ularning malakasini oshirish, ularga zarur ma'lumotlarni berishimizdan maqsad ertaga mana 2 kundan so'ng boshlanayotgan mazkur muhim tadbirda tug'ilishi mumkin bo'lgan savollarga javob berish va mazkur jarayonni yuqori saviyada, yuqori sifatda tashkil etishga yordam berishiga umid qilamiz. Aholi va qishloq xo'jaligi bo'yicha ma'lumotlarni bir vaqtning o'zida yig'ish orqali samaradorlikka erishish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Tadbir ishtirokchilari bunday seminarlar aholining xabardorligini oshirish va ro'yxatga olish jarayonini sifatli tashkil etishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladilar. Ushbu jarayon nafaqat davlat organlari uchun statistik ma'lumotlar yig'ish vositasi, balki butun jamiyatning farovonligi va kelajak rivojini ta'minlashga xizmat qiluvchi muhim tadbirdir. Shu bois har bir fuqaroning faol va mas'uliyatli ishtiroki ushbu tarixiy jarayonning muvaffaqiyatini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Diyora G'aniyeva, Sanjar Shermuhammadov, Zamon informatsion dasturi uchun.